100 balldan? Egalladi o'quvchilarimiz. Ya'ni oldingi olimpiadada keyingi bosqichda ham aynan o'sha o'quvchilar ishtiroki so'ralgan. 90%gacha o'sha o'quvchilar o'zi ishtirok etadi. Oldingi safar 22 o'rtacha bo'lib ishlaymiz. Undan tashqari sport fan tadbirlari hozirgi jadal bo'layotgan vazifamiz o'quvchilarimizni ta'lim sifatiga bitta indikator sifatida aprel oyida o'quvchilarni bahorgi yoki mavsumiy attestatsiya jarayonlari davom etyapti hozir. Kecha masalan matematika fanidan bo'lgan bo'lsa bir nafar kishi ularning salohiyatiga bog'liq bo'lgan boramiz. Misol uchun aytadigan bo'lsam, oliy toifali oliy toifali o'quvchining bir stavka bir oklad bir stavkalik oylik ish haqi qo'liga oladigani 6 million so'm. Shu o'rinda o'quvchilarimiz orasida 3600 dan ortiq o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, 72 nafari 1000 dollardan ortiq ziyod oylik olayotganlar bor. 17 million 18. Misol uchun birinchilar agar birinchi toifali desak, birinchi toifali o'quvchiga birinchi imkoniyat oliy toifani oladi. Ikkinchi imkoniyat vazir ustamasi bor 70%lik unga da'vogarlik qiladi. Uchinchi imkoniyat o'sha yil o'qituvchisi tanloviga ishtirok etish uchun nomzod bo'ladi va mana shu vazir ustamasini olgandan tashqari 2 yil davomida 70%lik ustama olish uchun sertifikatdan oladi. Agar 86lik balanddan yuqori bor bo'lsa. Mana shu jarayon hozir davom etyapti. O'tgan yili 3% plyusga o'zgardi o'quvchi salohiyati attestatsiya natijasiga 3 dan 5%gacha o'zgarib boradi. Hozirgi kunda masalan yil boshida o'rta maxsus ma'lumotli o'quvchilarimiz 200 nafar bo'lgan bo'lsa, hozir 100 nafardan ortiqroq o'rta maxsus o'quvchilar chiqmoqda. Ular asosan to'liq 100% barchasi boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiya berib kelayotgan o'rta maxsus o'quvchilar hisoblanadi. Ularning ayrimlari nafaqaga yaqinlashgan, ayrimlari toifa yoki oliy ma'lumot olish ishtiyoqida emasligi, ular ham rejamizda 30-yilgacha 100% oliy ma'lumotga almashishi kerak.